Itoshi bugun Ko'kzindon jamoasi dunyo professionalga qarshi to'p suradi. Itoshi Isakiga pas beryapti. Modric buni payqab qoldi va uning ketiga tushibdi. Qoyim muhim tezlik. Mana buni tezlik desa bo'ladi. Modric Isakni deyarli quvvatdi va to'pga hujum. Isaki sakrashga ulgurdi va jamoadoshiga pas bera oldi. Modric hali to'liq kuchini ko'rsatgani yo'q. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Yaponiya terma jamoasi juda kuchli qo'shin ichida qoldi va Itoshi Isakiga pas beryapti. Va Isaki yuvchi zarba bermoqda va negadir hushtak chalinib qoldi. Ha, tushunarli. Demak, raqib jamoa a'zolari bir-biri bilan o'rin almashmoqda. Negadir stadion jim bo'lib qoldi. To'xta. Nahotki bo'lishi mumkinmi? Bu aura Cristiano Ronaldo va yana faqat bu emas. Leo Messi hammi? Nahotki ikkalasi ham bir paytdami? Tushunursiz. Nafaqat Yaponiya terma jamoasi, hattoki butun Yaponiya qo'rquv ostida qoldi. Voy xudoyim, nimalar bo'lyapti o'zi? Yaponiyaning zarracha ham imkoniyati yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham Yaponiyaning kelajagi uchun Olg'a Yaponiya! Biz sizlarga ishonamiz. Qani olg'a!